Toshkent viloyati Ohangaron tumanida ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda tuman hokimligi mas'ullari, mahalla faollari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir tuman hokimligi, mahalla uyushmasi, bandlik bo'limi, mudofaa ishlari bo'limi hamda tuman ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi. U sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostidagi ommaviy yurish bilan boshlandi. Tadbirda aholining turli qatlamlari, yoshlar, ijtimoiy soha xodimlari, o'quvchi va talabalar ishtirok etdi. Mana bu yerda hozir ko'rayotgan bo'lsak, xalqimizning kayfiyati juda ham ko'tarinki. Bu yerda Qurolli Kuchlar akademiyasini orkestri hamda ularning xodimlari xalqimizga kayfiyat ulashishdi. Bu bayram davom etmoqda. Bunday tadbirlarni tashkillashtirishdan maqsad xalqimizning kayfiyatini ko'tarish, bo'layotgan o'zgarishlarni ularga yetkazish hamda ulardagi vatanga bo'lgan muhabbatni ham kuchaytirishdan iboratdir. Bugungi tadbirimizda ayollarimiz ham qozoqcha, ham o'zbekcha pishiriqlarni tayyorlashdi. Mana hozir qozonimizda osh ham tayyorlanmoqda. Shu aholini kayfiyatini ko'tarish uchun qilinayotgan barcha tadbirlarimizdagi ko'rsatishlar bo'ladi. Yurishdan so'ng ma'rifiy chiqishlar, madaniy dasturlar va faol muloqotlar bo'lib o'tdi. Tadbirning asosiy qismida harbiy qismlar tomonidan ko'rgazmali chiqishlar va harbiy orkestr ijrosida kuylar taqdim etildi. Bundan ko'zlangan maqsad xalqimizning bir-biriga bo'lgan mehr oqibatini uyg'otish. Chunki Dalaquduq mahalla fuqarolar yig'inida turli millat vakillari yashaydi. Ana shuni inobatga olgan holda xalqimizning bir-biriga bo'lgan mehr oqibatini uyg'otish maqsadida. Qolaversa, mustaqillik yillarida tumanimizda yoki viloyat va respublikamizda bo'layotgan ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni xalqimiz ongiga yetkazish. O'ylaymizki, tinch yurtga mana shunday tadbirlar, to'ylar, tantanalar yarashadi. O'ylaymanki, bugungi tadbirda ham milliylikni, ham mehr oqibatni, ham sog'liqni saqlashni, ham kitobxonlikni targ'ib qilamiz. Bu bilan xalqimiz ongida keyingi hayotda yashashga umid uyg'otamiz degan umiddamiz. Shuningdek, kitob ko'rgazmasi, milliy hunarmandchilik namoyishlari va o'quvchilar ishtirokidagi sahna ko'rinishlari ham o'tkazildi. Bunday tadbirlar aholini sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishi va ma'naviy yuksalishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.